Alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Imom Ahmadning o'g'li Abdulloh otasi jon berayotgan paytida yonida bo'lgan. Otasi sakarat holatiga kirgan edi. Xushdan kelib, xushdan ketayotdi. Dunyo hayotidan oxiratga o'tish juda og'ir o'zgarish. Inson bu dunyoda 60-70 yil yashaydi. Keyin butunlay boshqa bir olamga o'tadi. Bu ikki bosqich orasidagi o'tish juda qiyin bo'ladi va bir xillada darhol sodir bo'lmaydi. Shu sakarat paytida Imom Ahmad bir narsani takrorlashni boshladi. La ba'd, la ba'd. Yo'q, hali emas, yo'q, hali emas. Abdulloh xavotirga tushdi. Otam o'lishni xohlamayapti shekilli deb. Otasi hushiga kelgandan keyin u so'radi. Ey otam, nimaga yo'q hali deb aytayotganding? Keyin Imom Ahmad javob berdi. Shayton yonimda turib barmoqlarini tishlab, "Ey Ahmad, sen meni qo'limdan chiqib ketding. Ey Ahmad, sen meni qo'limdan chiqib ketding" deb aytayotgandi. Men unga "Yo'q hali emas, yo'q hali emas. Men o'lmagunimcha emas" deb javob berayotgan edim. Ya'ni men bilan seni o'rtamizdagi kurash hali ham davom etyapti. Men faqat o'lganimda keyin sendan butunlay xalos bo'laman. Shayton barmoqlarini tishlab juda g'azablangan va xafa bo'lib turibdi. Chunki Imom Ahmad uni qo'lidan chiqib ketdi. Endi bu mu'minga qara. U oxirgi lahzagacha kurashni davom ettiryapti. Biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Shunaqa narsa ham bo'lishi mumkin. Agar bunaqa narsa bo'lsa, u juda ham xavfli. Ibn Taymiya aytgan, buni sababi shundaki, shayton bu payt o'zini so'nggi imkoniyati ekanini biladi. Agar u odamni oxirgi lahzada yo'ldan oldira olmasa, uni butunlay boy beradi. Shuning uchun shayton insonni umrini aynan oxirgi paytiga alohida e'tibor qaratadi. Mana bitta narsani o'ylab ko'r. Agar hozir kurash nisbatan oson paytida shaytonga yutqazayotgan bo'lsa, oxirgi lahzalarda ish yanada og'irlashganda bizaga nima bo'ladi? Agar hozir shayton bizaga e'tiborini faqat yarmini qaratayotgan paytida yutqazayotgan bo'lsa, u butun e'tiborni qaratganda nima bo'ladi? Bu fitnalar. Shuning uchun biz namozimizda shunaqa duo qilamiz. Allohim hayot va o'lim fitnasidan sening panohingga sig'inamiz deb. Bu o'limni fitnasi. Endi yomon yakun sabablari nima bo'lishini gapiraylik. Chunki insonni eng muhim payti oxirgi paytidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, kimki qanaqa holda vafot etsa, o'sha holatda tiriltiriladi deb. Agar hajda ihrom kiygan holda talbiya aytayotgan paytda vafot etsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kuni sen labbayk Allohumma labbayk deb aytgan holingda tiriltirilasan. Ya'ni inson qaysi amal ustida vafot etsa, xuddi o'sha amal ustida tiriltiriladi. Yana Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda aytganlar, Alloh yo'lida kim yaralansa, qiyomat kuni yarasi qon oqizib keladi, rangi qon rang bo'ladi, lekin hidi mushk hidi bo'ladi. Ya'ni inson qaysi amal ustida vafot etsa, xuddi o'sha amal ustida tiriltiriladi. Shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har doim duo qilganlar. Allohim amallarimning eng yaxshisini oxirgisi qilgin deb. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Ba'zi bir odam jannat ahlining amallarini bajaradi. Hatto u bilan jannat orasida bir damgina masofa qoladi. Keyin oxirida dozoq ahlining amallarini qilib vafot etadi va dozoqqa kiradi. Xo'sh, yomon yakunning sabablari nimalar? Alloh subhanahu va taolo hammamizga barakali, yaxshi yakun nasib qilsin.
Amin. Birinchisi al-fasad fil i'tiqod. E'tiqoddagi buzilish. Buni bir misol bilan tushuntirish mumkin. Masalan, yangi kompyuter sotib olding va ishlatishni boshlading. U bir necha oyda yaxshi ishlaydi. Keyin uni og'ir bitta programmalar bilan sinovdan o'tkazasan. U ishlamay qoladi va buziladi. Tekshirib qarasang, boshidan bitta yashirin muammosi bor ekan buni. Bu muammo boshida ko'rinmagan, chunki kompyuter faqat yengil programmalar bilan ishlagan. Lekin kuchli sinovdan o'tkazganingda o'sha yashirin bitta problema yuziga chiqadi. Sen uni yengil va sog'lom deb o'ylagan eding. Aslida yashirin kamchiligi bor ekan. Xuddi shunaqa inson ham o'zini hozir yaxshi, aqidasi to'g'ri deb hisoblashi mumkin. Lekin qalbini bir chetida shubhasi bo'lishi mumkin. Alloh haqida yoki payg'ambarlar haqida yoki Allohning shariati haqida. O'lim yaqinlashganda shayton kelib seni sinovdan o'tkazadi. Ana o'sha yashirin muammo yuziga chiqadi. Agar odamning aqidasida buzilish borligi oshkor bo'lsa, u butun aqidasidan voz kechadi. Shunda hamma narsasidan ayriladi, butun kurashni yutqizadi. Shu sababli Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: biz ishonamizki, Allohning rahmatidan bo'lib, Alloh chin dindor bo'lgan kishini adashtirmaydi. Demak, bunaqa holat yuz bersa, u insonning o'zida bitta muammosi bo'ladi. Demak, bunaqa holat yuz bersa, u insonning o'zida muammosi bo'lishi kerak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alloh subhanahu va taolo aytgan: ayt, amallarni jihatidan eng katta ziyon ko'ruvchilarni sanlarga xabar beraymi? Ular dunyo hayotida qilgan sa'y harakatlari zoyi ketgan. Ammo o'zlarini yaxshi ish qilamiz deb o'ylagan kishilardir. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda eng katta ziyon ko'ruvchilar to'g'risida aytibdi. O'zini to'g'ri yo'ldaman deb o'ylab, aslida noto'g'ri ish qilayotgan odamlar. Ba'zan bir odamlar juda solih ko'rinadi. Lekin u ishlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'liga muvofiq qilmaydi. Natijada Alloh u odamning amallarini qabul qilmaydi. Ikkinchi sababi al-istiqomadan og'ish, to'g'ri yo'ldan chetlanish. Bu to'g'ri yo'ldan burilish. Inson to'g'ri yo'lda bo'lishi mumkin, ammo keyin bir burilish qiladi. Bu kichkina burilish, xuddi yo'l ayricha joyiga o'xshaydi. Boshida juda oddiy ko'rinadi, lekin oldinga yurgani sari to'g'ri yo'ldan uzoqlashib ketaveradi. Iblis ham bir paytli solihlardan bittasi bo'lgan. U katta muammo, kibr sababli kichkina tuyulgan bir xato qilgan va natijada mavjudotlarning eng yomoni bo'lib qolgan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ularga biz oyatlarimizni bergan kishining xabarini o'qib ber. U esa ularni tashab yubordi. Shunda shayton uni ergashtirib oldi va adashtirganlardan bittasi bo'ldi.
Agar xohlaganimizda albatta uni o'sha oyatlar bilan yuksaltirar edik. Lekin u bu dunyoga yopishib oldi va o'z nafs istaklariga ergashdi. Bu odam Allohning oyatlarini olgan edi. Ammo nafs istaklariga ergashdi. Unda ilm bor edi. Lekin dunyoga bog'lanib, o'z xohishlarini orqasidan ketgani sababli adashdi. Hech qachon bu dunyoni orqasidan, o'zingni nafsini orqasidan yurmagin. Bu islomga ziddir. Islom Allohga bo'ysunishlidir. Hatto bu seni xohishing va istaklaringga qarshi bo'lsa ham Allohga taslim bo'lasan. Biza islomni o'zimizga moslab o'zgartirmaymiz. Aksincha o'zimizni islomga moslaymiz. Xarakterimizni, xulqimizni islomga moslab o'zgartiramiz. Islom to'liq taslim bo'lishdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: sizlar haqingizda eng ko'p qo'rqadigan narsam Qur'onni yod olgan, Qur'onning nuri yuzda ko'ringan, ammo keyin Allohning oyatlaridan ajralib ketgan kishi. So'ng u Qur'onni qo'shnisiga qarshi ishlatib, uni shirkda ayblaydi. Hudayfa ibn Yamam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ragan: ularni qaysi biri mushrik? Ayblovchimi yoki ayblanayotgan odammi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berganlar: ayblovchi. Bu kishi fitnaga tushib, qo'shnisini shirkda ayblab, natijada o'zi mushrik bo'lib qoladi. Barsisani qissasi. Barsisa Bani Isroildan bo'lgan mashhur ibodatli bitta kishi bo'lgan. U o'zini ibodatxonasiga bag'ishlagan obid bo'lgan. Bani Isroildan 3 kishi jangga chiqish kerak bo'lib qoldi. Ular singillarini qayerda qoldirishini bilishmadi. Atrofga qarab, eng yaxshi joy o'sha obidning yonida deb topishdi. U eng solih va ishonchli odam deyishdi. Ular Barsisani oldiga kelib vaziyatni tushuntirishdi va singlimizga qarab tura olasizmi deyishdi. Obid aytdi: "Men salladan Allohga panoh so'rayman" dedi. Shunda shayton Barsisaga vasvasa qildi. Uni kimga qoldirasan? Agar sen qaramasang, yomon odam qarab qolishi mumkin-u. Bunday savobni qo'ldan chiqarasan dedi. Shayton uni go'yo yaxshilikka undayotgandek ko'rinardi. Barsisa haligi aka-ukalarni qayta chaqirib, "Mayli qarayman, lekin u anu uyda turadi. Men esa ibodatxonamda qolaman" dedi. Shundan keyin qiz o'sha uyda turishni boshladi. Barsisa esa ovqat olib kelib, o'z eshigini oldiga qo'yib ketardi. Qiz chiqib ovqat olib kirardi. Keyin shayton yana vasvasa qildi. Qiz xonasidan chiqib ovqatni ovotganida odamlar ko'rib qolishi mumkin-u. Ovqatni uni eshigigacha olib borib ber, dedi. Barsisa unga ham rozi bo'ldi. Bir muddatdan keyin shayton yana vasvasa qildi. U qiz ovqatni olish uchun u baribir chiqadi. Yana kimdir ham ko'rib qolishi mumkin-u. Uni ovqatini uyni ichkarisiga qo'yib qo'y, dedi. Barsisa buni ham qildi. 3 aka-ukalar kechikdi. U jang cho'zilib ketdi. Shayton yana Barsisaga kelib vasvasa qildi. U qizni yolg'iz qoldirib qo'yasanmi? U shuncha vaqtdan beri hech kim bilan gaplashmayapti. Ozgina mas'uliyatni olib, u bilan 1-2 og'iz gaplashsang bo'lmaydimi? U xuddi qamoqdek bo'lib o'tiribdi. Shunda Barsisa tashqaridan turib, u qiz bilan gaplashishni boshladi. Shunda u qiz o'zini xonasida o'tirib gapirardi, Barsisa tashqarida o'tirib baqirib gaplashardi. Shunda shayton yana vasvasa qilib keldi. Nega o'zingga osonroq qilmayapsan? Bir xonada o'tirib gaplash. Barsisa xonaga kirdi va asta sekin ular birga ko'proq vaqt o'tkaza boshlashdi. Ular yaqinlashib borishdi. Oxiri katta obid zino qildi. Qiz homilador bo'ldi, bola ham tug'ildi.
Shayton Barsisiga kelib yana vasvasa qildi. Aka ukalar qaytib kelganda seni o'ldirishadi. Nima qilib qo'yding? Yagona yechim bolani o'ldirib ko'mib yuborgin deb. Obid chaqaloqni o'ldirib ko'mib yubordi. Keyin yana shayton keldi. Onasi bu sirni saqlab qoladi deb o'ylasang, ahmoq ekansan. Uni ham o'ldirishing kerak. Barsisa u qizni ham o'ldirib, ikkalasini o'sha xonaga ko'mib yubordi. Aka ukalar jangdan qaytib kelib, Barsisadan so'rashdi. Sinimiz qani deb. Barsisa ularga, "Sening kasal bo'lib qoldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U o'lib qoldi" deb Barsisa ularni soxta qabriga olib bordi. Keyin duo qilib, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun" deb sinisiga duo qilib qaytib ketishdi. Keyin kechasi aka ukalardan bittasi tushdi, shaytonni ko'rdi. Shayton aytdi: "Barsisaga ishondingmi? U yolg'on gapiryapti. U seni siningni bilan zino qilgan, keyin uni ham, bolasini ham o'ldirib, siningni o'z xonasiga tosh tagida ko'milgan." Keyin hali akasi turib, boshqa aka ukalariga shunaqa tush ko'rdim dedi. Keyin ular aka ukalari ham biz ham shunaqa tush ko'rdik dedi. Keyin ular singisini xonasiga borib, tuproqni ochishdi, singilisini chaqaloq bilan birga topishdi. Keyin Barsisani o'sha podshoh huzuriga olib ketishdi. Barsisani olib ketishayotganda shayton Barsisani oldiga endi odamdek kelib etdi. "O Barsisa, meni taniysanmi?" dedi. "Men shaytonman. Bularni hammasini men senga qildirdim va seni bundan faqat men qutqara olaman" dedi. "Xohlasang qutqaraman" dedi. Barsisa "Iltimos, meni qutqar" dedi. Shayton aytdi: "Unda menga sajda qil" deb. Barsisa shaytonga sajda qildi. Shayton nima dedi? "Katta rahmat" deb g'oyib bo'ldi. Barsisa uni endi hech qachon ko'rmadi. Bu uning hayotidagi eng oxirgi amali bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay u qatl qilindi. Oxirgi amali shaytonga sajda qilish bo'ldi. Bu odam aslida to'g'ri yo'ldan yurgan obid edi. U maslahat deb kechgina burilish qildi va qayergacha borib yetdi. Bu nafsga ergashganligi. Ba'zan bizni ilmimizga, yod olgan Qur'onimizga, qilgan ibodatlarimizga tayanib o'zimizni xotirjam his qilamiz. Lekin doimo ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haddan tashqari o'zimizga ishonib ketmasligimiz kerak. Haqiqiy ilm Allohdan qo'rquvdir. Allohdan chin qo'rqadiganlar olimlardir. Shayton Barsisaga qanaqa usul bilan yaqinlashdi? Agar shayton birinchi kelganida menga sajda qil deganida, Barsisa sajda qilarmidi? Yo'q. Shayton uni qadam-baqadam olib bordi. Ibn al-Jawzi kitobida rivoyat qiladi. 270-hijriy yilda Abdu ibn Abdurrahim ismli bitta kishi bo'lgan. U Rim imperiyasiga qarshi jihad qilayotgan musulmon mujahid bo'lgan. U juda ko'p jihatda bo'lgan. Bitta jang vaqtida qamal paytida u bir ayolni ko'rib qoladi. Bu ayol unga fitna bo'ladi. U o'sha ayol bilan gaplashishni boshlaydi. Ayol shahar ichida rimlik edi. U ayoldan so'raydi: "Qanaqa qilib ichkariga kira olaman?" deb. Ayol aytadi: "Nasroniy bo'lgan, shunda seni kiritaman" deydi. Shunda u nasroniy bo'lib ketadi. Ertasi kuni uni safdoshlari uni qarama-qarshi tomonda ko'rib qolishadi. Bu holat ularni juda qattiq tushkunlikka soldi. Bu odam ular bilan uzoq yilda birga bo'lgan mujahid, ular bilan birga jang qilgan, Qur'onni yaxshi bilardi, ilmi ko'p edi. Lekin birdan dinni tashab, bitta ayol ortidan quvib nasroniy bo'lib ketdi. 10 yildan keyin
bu odamni tanigan ba'zi musulmonlar o'sha Rim qal'asi yonidan o'tib qolishdi. Uni ko'rishdi. Bizi bilan yur deyishdi. U esa yo'q, men sizlar bilan borolmayman. Bu yerga joylashib qolganman. Uylanganman, bolalarim bor, ish tijoratim bor, biznesim bor dedi. Ular so'rashdi. Ilmingga nima bo'ldi? Qur'oningga nima bo'ldi? Jihadingga nima bo'ldi? U javob berdi. Bularni hammasini men unutib o'rganman. Qur'onni hammasini esimdan chiqib ketgan. Faqat bitta oyat meni yodimda qolgan. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Kofirlar bir kuni qaniydi musulmon bo'lganimiz deydi deb orzu qilishadi. Qo'y, ular yeb, ichib, rohatlanib yurishursin va yolg'on umidlar ularni chalg'itsin. Tez orada bilib olishadi. U hamma Qur'onni esdan chiqarib, faqat shu oyatni esda qolgan. To'g'ri yo'ldan og'ishning oqibati shu bo'ladi. Bu odam juda ilmli edi, mujahid edi, ammo to'g'ri yo'lni mahkam ushamadi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelganidan keyin ham shunaqa degan. Fastaqim, to'g'ri yo'lda sobit bo'l. Sahobatlardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunaqa degan. Menga bitta nasihat bering, u menga kifoyat bo'lsin. Bitta nasihat beringki, hech kimdan boshqa nasihat so'ramang. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga aytganlar: "Qul amantu billah thumma istaqim." Allohga iymon keltirdim deginde, keyin to'g'ri yo'lda sobit bo'l. Iymon keltirdim deyish oson, lekin to'g'ri yo'lda qolish mana shu haqiqiy sinovdir. Ko'pchilik aynan shu yerda yiqiladi. Ular to'g'ri yo'lda boshlashadi. Lekin bu dunyoni o'zgaruvchan shamollari ularni o'ngga, so'lga og'dirib ketaveradi. Mana shu Allohdan qo'rqish, xashya. Sen haqiqatni bilasan va shu sababli Allohdan shunchalik qo'rqasanki, kuniga 17 marta undan shunday so'raysan: "Ey Alloh, sendan yordam so'raymiz. Bizani to'g'ri yo'lga hidoyat qil" deb. Bu farz namozlarida kuniga 17 marta Allohdan to'g'ri yo'lda sobit qolishni so'raymiz. Keyin nafl namozlarida ham takrorlaymiz. Nega bu oyatni qayta o'qiymiz? Ehdina siratal mustaqim. Chunki to'g'ri yo'lda qolish nihoyatda muhim. Uchinchisi al-isror alal maasi. Gunohda qat'iy turib olish. Inson kichkina bitta gunohni qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ulamolar aytishganki, kichkina gunohda qat'iy davom etish uni katta gunohga aylantiradi deb. Agar uni qayta qilaversa, u katta gunohga aylanib qoladi. Az-Zahabi al-Kabair kitobida yomon yakun haqida so'z yuritadi. U shaxmatga mukkasidan ketgan bir odam to'g'risida aytadi. U vafot etayotganda atrofdagilari unga la ilaha illalloh degan deyshadi. Lekin u buni aytolmaydi. Uni oxirgi so'zlari faqat shahmat bo'ldi va shu bilan vafot etdi. Yana bitta odam ichkilikka berilib ketgan odam ekan. U o'layotgan paytida odamlar la ilaha illalloh degan desa, menga shishani ber, menga shishani ber deb qaytarib vafot etgan. Yana bitta odam hisob kitob bilan shug'ullanadigan kishi bo'lgan. Buxgalter. Vafot etayotganda faqat 10, 11, 12 deb sonlarni
shunaqa qilib qaytarib urib vafot etgan. Ibn Qayyim ham bitta odamning qissasini keltiradi. Unga la ilaha illalloh degan deyshadi. U men aytolmayman deydi. Tilida muammo yo'q, gapira oladi. Lekin Alloh unga tavfiq bermagani uchun kalimani aytolmaydi. Chunki uni hayoti la ilaha illalloh bilan o'tmagan. Buni shunaqa tasavvur qil. Kechasi uxlashga yotayotganda nimani tush ko'rasan? Ko'pincha kunduz nimani o'ylagan bo'lsang, o'sha narsani tush ko'rasan. Agar biror narsani kun bo'yi o'ylasang, shunaqa narsani tush ko'rishing ehtimoli katta. Yana bir misol. Ertalab uyg'onganda birinchi bo'lib nimani o'ylaysan? Ana o'sha narsa qalbingda nima ustun ekanini ko'rsatadi. O'lim uyquga o'xshaydi. Uyqu kichik o'lim deb aytiladi. Uyqudan uyg'onish holati sakaratul mautga o'xshaydi. Shuning uchun inson qalbida ustun bo'lgan fikrlar ko'pincha hayotini oxirgi vaqtlarda namoyon bo'ladi. Ba'zan biz o'ylaymiz, xohlaganimcha yashayman, xohlaganimcha gunoh qilaman. Keyin o'lishimdan 5 daqiqa oldin shahodatni aytaman va jannatga kirib ketaman. Bu unaqa oson emas. Bu Allohga qarshi hiyla qilishdir. Chunki sen butun umring davomida Allohga ibodat qilmaslikni niyat qilyapsan. Va yamkuruna va yamkurulloh vallohu hayrul makirin. Ular makr qiladilar, Alloh ham reja qiladi. Alloh reja qiluvchilarning eng yaxshisidir. Bitta olim aytgan, ular jon berayotgan bitta odamni ziyorat qilishgan. Uyga kirishganda butun uyda baland ovozda Kulthum degan qo'shiqchini ashulashini qo'yib qo'yishgan. Sheyx ularga ittaqillah, Allohdan qo'rqlaring, bu odam jon beryapti. Salla baland qilib bunaqa ashulalarni qo'yib qo'yasanlarmi degan. Ular shurani o'chirib, keyin Qur'onni qo'yishadi. Hali o'layotgan qariya odam Qur'onni eshitishi bilan uni o'chirlaring, Kulthumni qo'ylaring, u yuragimga tinchlatadi degan. Va o'sha holatda vafot etadi. Inson nimani ustida ulg'aysa, o'sha narsani ustida vafot etadi. Hech qachon Allohni aldab bo'laman deb o'ylamagin. Qalbingda Allohdan qo'rquv, xashya bo'lishi shart. Eng katta ziyon ko'ruvchilar Allohning azobidan o'zini xotirjam, xavfsiz deb biladiganlar. Xashya musulmonning ajralmas sifati. Musulmon bo'lishi uchun qalbda Allohdan qo'rquv bo'lishi shart. 4-si Da'ful iman. Iymonning zaifligi. Sulaymon ibn Abdul Malik musulmonlar olamini xalifasi Makka va Madinaga kelib so'raydi. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini ko'rgan bitta kishi bormi deb. Unga ha Abu Hazim degan bittasi bor deyshadi. Uni chaqiringlar deydi. Sulaymon ibn Abdul Malik undan so'raydi. Nimaga biz o'limni yomon ko'ramiz? Abu Hazim unga javob beradi. Chunki senlar dunyoni obod qilgansanlar, oxiratni esa vayron qilgansanlar. Shuning uchun obod qilgan joyda vayron bo'lgan joyga ko'chishni yoqtirmaysanlar deydi. Agar inson oxiratga tayyorlanmagan bo'lsa, u nega u yerda borishni xohlaydi? Biz dunyoni sevganimizda oxiratga ketishni xohlamaymiz. Ulamolar aytishadi, agar kimki qalbida dunyoni muhabbati bo'lsa, u vafotidan oldingi lahzalarda inson dunyoni tark etib oxiratga ketayotgan paytda sevgan narsasiga qattiq bog'lanib qoladi. Shunda u Allohdan nafratlanishni boshlaydi. Chunki Alloh uni sevgan narsasidan ajratib olyapti. Agar bu holat yuz bersa, bu jahannamda abadiy qolishga olib borar ekan. Chunki u odam Alloh bilan uchrashishni yomon ko'radi, Alloh ham u bilan uchrashishni yomon ko'radi.
Muad ibn Jabal radhiyallohu anhu vafot etayotgan paytida shunaqa degan: "Xush kelibsan ey o'lim. Seni juda uzoq kutdim. Allohning menga bergan va'dasini kutib yurgan edim. Xush kelibsan ey o'lim." U xursand bo'lgan. Yana aytdi: "Ey o'lim, men bu dunyoda yashashni dunyo muhabbati uchun xohlagan deb o'ylamagan. Men bu dunyoda yashashni faqat issiq yoz kunlarida roza tutish va sovuq uzun qish kunlarida namoz o'qish uchun xohlagan edim. Endi kech vaqti kelgan ekan, seni mamnuniyat bilan qarshi olaman, jonimni ol." U Alloh bilan uchrashishni xohladi. Shu sababli Alloh ham u bilan uchrashishni xohladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Buxoriy hadisidir aytganlar: har bir payg'ambar vafotidan oldin unga jannatdagi joyi ko'rsatiladi. So'ng unga bu dunyoda qolish yoki vafot etish tanlovi beriladi. Bu hadisni Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan. U aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jon berayotgan paytda boshini mening tizzamda edi. U hushidan ketdilar. So'ng uyg'ondilar. Osmonga tikilib qarab va shunaqa deganlar: Allohim eng oliy hamroh bilan bo'lishni istayman. Aisha radhiyallohu anhu aytganki, o'sha paytda men payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tanlov berilganini bildim va u bizani tanlamayotganini tushundim. O'lim farishtasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tanlov berdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bilan bo'lishni tanladilar. Va bu u zot hayotlarida aytgan eng so'nggi so'zlardan biri bo'lgan. Va axiru dawana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.